Mana hozirgi kunlarda o'sha uzumlarga chang, sho'r, shira juda ham tushib qolsa, 10 kun, 20 kundan keyin yo bo'lmasa oyda oxiriga borgandan keyin uzumlarga rang kirishni boshlaydi, yani chiroyli bo'lishni boshlaydi. Shunda uzumda o'sha oralariga kul kasali, chang, sho'r kasali, keyin oq pashshalar tushadi. Kamistoy degan oq shira bor, juda ahmoq narsa. Tanalarning ichiga ham kirib ketadi, yopishib oladi. Juda bir ahmoq narsa. Shunaqa kasalliklar bor. Kimdir o'ylaydi, bular hammasi zahar deydi. Yo'q, bular fungisidlar. İnson uchun zarari yo'q. Shu o'zimizda ifoda firmamiz, O'zbekistonimizniki, Namanganda, Vodiyda. O'rta Osiyoda yagona mineral fungisidlar ishlab chiqaradi. Juda ham natijalari yaxshi. Chet ellarga, SNG davlatlariga eksport qilyapti. Bizda O'zbekistonimizda 50 gradusgacha kerak bo'lsa issiq chiqadi-yu. Havo juda ham nima, shunga moslab chiqarilgan fungisidlar, preparatlar va o'g'itlar, mineral o'g'itlar shu natija yaxshi beryapti.